Dunyo mamlakatlari ensiklopediyasi. Dunyo mamlakatlari. Ushbu kitob o'quvchilar, abituriyentlar va geografiya fani bilan qiziqadigan barcha kitobxonlarga mo'ljallangan. Kitobxon bu kitobdan dunyoning xohlagan mamlakati, qit'asi haqida to'liq ma'lumot olishi mumkin. Ensiklopediyada maqolalar Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika yoki Avstraliya va Okeaniyaning dunyoning qaysi qit'asiga tegishligiga qarab guruhlashtirilgan va alohida boblarga ajratilgan. Har bir maqola mamlakatning pasport ma'lumotlari bilan boshlanadi. U o'z ichiga davlatning nomi, davlat bayrog'i, poytaxti, maydoni, aholisi, rasmiy tili, aholining diniy tarkibi, davlat tuzumi, pul birligi haqidagi ma'lumotlarni oladi. Matnning asosiy qismida mamlakat xususida aholining turmush tarixi, tabiati va xo'jaligining iqtisodiy geografik tasnifi haqida umumiy ma'lumotlar berilgan. Ko'plab mamlakatlarning sayyohlik obyektlari va yodgorliklari haqida qo'shimcha ma'lumotlar berib o'tilgan. Dunyo mamlakatlari geografiyasi bilimlarning qiziqarli va maftunkor qismidir. Kitobxon o'qiganlarini ko'z oldiga keltirishi oson bo'lishi uchun har bir mamlakatning turfa ranglardagi o'simlik va hayvonot dunyosi, tog' tizmalari, aholining mashg'ulotlari, arxitekturasi, milliy qadriyatlari tasvirlangan rasmlar kiritilgan. Qisqasi, ushbu kitobda dunyoning barcha mamlakatlari haqida so'nggi ma'lumotlar jamlangan. Bu kitobni albatta o'qishni tavsiya qilamiz.